Aşkan 50 mı boziyanın itibarı veriş muddeti bu yıl toştu. Bu yıldan başlap yer, su başqırış haqqı degandek pullarını töleymizde. Andaqda 100 moyaga xeyli jiq pul ketadigan-da. Pek yaxshi oldu ya. Bu iş emas mı? Pek yaxshi olgan bolduq. Yaxshimizlar. Ömer, to'xtam, qo'l qo'ydinglarmi? Qo'l qo'ydik. Qara. Mana. Ikimiz bir navri akif quloq qo'g'in terish uchun 100 moyani ko'tiriga oldik. Vah, ajab mobtash bo'pti. Qaysiyan badi? Ömer aşkan 50 moya bilan yendiki 50 moyani berdi. Shunda. Endi biz rasa ishlaydigan bolduq. Hozir yer haqqi bag'asi qimmat. Yaxshimisilar? Bugun hajab muhosh olib ketibsizlar-ku. O'yinglar qaytsanglar mashinamiz chiqinglar. Rahmat Ayıpka. Biz yana dehqonchilik saymanlari punktiga bormoqchidik. Sizlar mang'ashtiringlar. Bo'ladi hamsa biz mang'ashtirdik. Ma'qul. Xo'sh hamsa. Xo'sh hamsa. Xo'sh Ayıpka. Ha, kelinglar, mashina chiqinglar. Ha, bo'ldi hamsa. Xo'sh. Bir navri akifkalar birlashib 100 moyani ijara ag'ininglar tazimi joyida ishlayapti. Shundoq. Biroq cho'jini kuzda sanang degan gap bor. Yil oxiridagi tapovutinglar yaxshi bo'lsa, ro'noq topqininglar shu. Biroq bo'yninglarga qarz otilib qolsa, asli vaslinglardan ayrilib qolsizlar. To'g'ri aytdingiz Ayıpka. Siz ko'ni qo'g'inchi ham noyimizdagi birdan-bir qo'g'in so'tigeri. Bizning bu haqda toza tajribamiz yo'q. Bizga oz-to'la yo'l ko'rsatasiz, ha? Ayıpka, biz urug' tuqqan bo'lgandan keyin cho'qim yordam qilasiz, ha? Chataq yo'q. Biroq mening gapimni anglashinglar kerak. Hay anglamadik. Cho'qim anglaymiz, ha? Mana keldik. Keldik. Ağa yeringlar mo'sh o'xshamamda. Mana Ayıpka. Mana bu bizdan qo'g'in teriydigan yerimiz. Qani. Siz bizga bir plan ko'rsatib beqing, ha? Bo'ladi ekan. Bo'ladi. Amsi men sizlarga tajribamni so'zlab beray. Burun men qo'g'in terigan vaqtimda bir jo'nak yerdan 200 kilo qo'g'in olatdim. Agar sizlarmi yaxshi ishlasanglar, cho'qim foydala olasizlar. Bir jo'nakdan 200 kilo qo'g'in elish meningcha mumkin emas. Odatda eng ko'p bo'lgandimi 150 kilo olsak cho'ng ish, ha? Hay ahmoq, 200 kilo yetkazish uchun pam kerak-da. Ha? Qandoq pam? Buning uchun butunlay ximiyaviy o'g'it ishlatish kerak. Ximiyaviy o'g'it? Shundoq, ximiyaviy o'g'itni 2 qatim beramiz. Birinchi qatim chechakdan ilgari ximiyaviy o'g'itni ko'plab berib, suvni bo'lishiga ochamiz. Shundoq qilsak, xamaklar ko'p tushib, takish cho'ngiydi. Ximiyaviy o'g'itning bir yaxshi tarafi shuki, birinchidan xamaklarni ko'p tushirdi. Ikkinchidan sog'ortidi. Yana uchinchidan qo'g'illarni baldirib pishirdi. To'rtinchidan qo'g'illarni paqirtidi. Qo'g'illar xuddi suv bilan maylab qo'ygandek ko'rinadi degina. Vaqti kelganda ash qo'g'illarni setib cho'qim boyib ketsa-chi-mi? Ayıpka. Bu xil usulni menmi anglagan. O qo'g'inlarning tish paqirab to'g'ini bilan tiladigan bo'lsangiz azroqmi ta'm yo'q. Xamkauning o'zi dang. Biz Ömer ishkimiz o qo'g'inlarni xalqaro bozorga akirmoqchi. Undaq ta'm yo'q lavzi qo'g'ini qandaqmi o bozorga akirgili bo'lsin? Hukumat chiqargan dehqonchilik qo'shimcha egiligini rivojlantirish haqidagi qo'llanmada qo'g'in tavuzlar ximiyaviy o'g'it ishlatishga bo'lmaydi deyilgan to'sa. Hay ahmoq. Mening deganimda qiliva. Setishni menga qo'yib bermamsa. Tijorat deganning 9 rang, birsi jang deb tushgan. Qo'g'in ta'mining qandoq bo'ladiganligi azaldan taroziga tushgan emas. Sen xalqaro bozorni qo'yib turib, avval o'zimizning bozorni o'ylagin. Agar setishni o'tda olsingizlar, andaq bo'lsa, sen oldi bilan Ömerni gap kirgizgin. O osonlikcha gap yemaydi. Chataq yo'q. Uni o'zim gap kirgizman. Amiz ma'ayli, maslarni ximiyaviy o'g'it sotadigan joyga boshlab boray. Juring. Nasirka, o'zlari peshqadam qo'g'inchi, qani deb baqsizlar.
hozir bo'layotgan ba'zi ishlarga vijdonlar qaynamdi yo'q. Qaysi ishlarni deysiz, uka? O'ylab baqsizlar. Bizning bu yurt yerlimish makoni. Çin xalqi davrida yurtimizning qo'g'ini qimmatli sovg'a sifatida podshohga hadiya qilinib, donqi elga taralgan ekan. Biroq hozir qo'g'inimiz chet ellik savdogarlarning nazaridan tushib ketdi. Bu gezdagi xabarga qarasizlar, Yaponiyaliklar to'xtamlashgan qo'g'indan 50% qisqartib o'tibdi. Bu rost gapganda. Deb baqsizlar, burunqi ta'mi tilni yoradigan shirin shekar qo'g'inlarimiz nakatdi. Acaba ashu qo'g'inlarimizning nasli qurib ketganmidi? Bu biz qo'g'inchilar uchun nomus emasmi? Ömercan uka, sen ko'nglimdagi gapni qilding. Deb baqina, hozir qo'g'inlarning ta'mining o'zgarib ketishilik sabab zodi nima? Buningdagi sabab hozir ba'zi qo'g'inchilar pulni deb har xil yo'llar bilan aldamchilik qilyapti. Pulni ko'plab tepish uchun qo'g'inlarni baldir uzyapti. Yana ximiya o'g'itlarni ishlatib, qo'g'inning tatliqlik darajasini tushiryapti. To'g'ri dedim. Haqiqiy qo'g'inchi bo'lib qolg'daysan. To'xtab turing, ha? Men sana bir narsa ko'rsatay. Ömercan, bu qo'g'in qaqlarni yop baqina. Nima degan tatli. Nasirka, bu qo'g'inning urug'ini nerdan olgandilar? Qandoq parvish qilgandilar? Uka, bu qo'g'inning urug'ini xili yillar ilgari bir nafar ko'ni qo'g'inchidan olgan edi. Bu bir xil yo'q qo'g'in bilan changlashtirilib yetildirilgan oliy sortli qo'g'inning urug'i. Hozirga saqlab kelayotgan edim. Bo'ldi, endi hammani sana beray. Ha? Rahmat. Seni qo'llayman, uka. Faqat qo'g'inning shakar moddasini yuqori ko'tara olsanglar, ichki bozor sening bo'ladi. Ham xalqaro bozorga kira olaysan. Qo'g'inlik qumsango shortangga. Sizlar avval qo'ymayga to'kinglar, bu yaxshi chora. O'g'itlaydigan chaqda nisbat bo'yicha kapta, o'dak, to'xum oyig'i, sumak uvundisi kunjir beringlar. Ondan ko'k buya, yantoq, zag'zaq, beda qatorliq yeshil o'g'itlardan 20% bo'yicha aralashtirib, birli vaqtda beringlar. Ehtiyojga qarab, fosforlik o'g'itdan az miqdorda qo'shib versanglar bo'ladi. Yaraysan, uka. Qarag'anda kech-kechilab o'qigan kitobing, sindirgan ajring bekor ketmaydi. Qaynamsa ishlaylik. Hey, ahmoqlar. Sizlar ovqat qilib pul topmoqchisizlar-ku. Bu zodi nima qilganinglar, ha? Sizlar zodi nima qilmoqchi, ha? Baq aka, bu nima deganing? Ömer uka, qo'riq gapni oz qilib, ma setib olgan o'g'itlarni darhol egisiga qaytirib etgan. Bo'lmasa, foyda ilish bu yoqda to'sin, dasmoyingni tirildiramay qolasan. Qo'g'in tamlik bo'lsa-la, qimmatroq setib to'ldirvog'ini bo'ladi-ku. Onda xaridani nereden topamiz? İşkirlikler bilen çetelliklerinin puli iş tutmagandı. Bak aka, biz yeni iş tutuşkan diken sınak kılıp terip yenilik yaratmamdık. Halkara bazağı kırmızıdaydıken biz ilmi usulda terişimiz gerek. Bu oğutlağa şerik bulamdım yok. Ben kaytıp berip, o iliş bekip, andım bir nestey. Ahmaklar. Bak aka. Herkesimi Ömer'ge aldırıp kalmıcı mı? Hazır, hükümetten mükafatı kızgıdan akmakla az emez. Bile vatansa, Ömer'nin maksidi özü için ıslahatçı bulup mükafatlanmakçı. Kira oğlum, bırak kira. Bırak kira oğlum, ben seni unutayım. Bırak kira. Oğlum Ömercan, siz man kiyoğul boğununuzga şırdını eşit kaldı. Oğlunuz mu 2 yaştan açtı. Toyluqның çalısını tehi əp tüketmediniz. Bir cüp altın bilezik bilen altın zincir tehçi boynunuzda qarız bop turvatıdı. Endi qanda qılısız? Öz vaxtıda siz bana nemi dep vədi vergentiniz?
Apa, to'yliqning chalısını cho'qim olaman. Hozir cho'ng ishqi tutish qilg'ashqa biroz qisib qelyapman. Agar bu yilqi ishim o'ng'i tatib qolsa, bir jup oltin bilezik emas, 2 jup olsammi arziydi. Voy, oltin zanjirni-chi? Apa, Ömerni hijil qilmag'ina. Bo'ldi. Sen aralashma. Eshakdan qolsa, qulog'ini kesdigan gap bor. Boshqalar kelganni sen nima ish kiymaysa? Boshqalar sağa oltin bilezikni sen nima ish qilolmaysa? Men deganda qilsang, hergiz ziyon tatmaysan. Oq o'g'it, birinchidan azan, ikkinchidan suv miqdorini ko'paytib, qo'g'inni ig'irlashtirdi, ham yo'g'ontidi. Uning ustiga Onda qo'g'in lash qapaqili o'xshash bo'ladi. Uningdan ko'ra qapoq teriqimiz yaxshi emasmi? Ufka, to'liq qaynimisan-chi? Men nurg'un qozonlarda qaynadim. Uning ustiga men sendan cho'ng ko'rganlarimmi ko'p. Men o'qigan fan texnik kitoblarda oq o'g'itni qo'g'in tavuzga ishlatishga bo'lmaydi. Chunki qo'g'in tavuz boshqa ziroatlarga o'xshamaydi deb ko'rsatilgan. Biz qo'g'inning shakar miqdorini oshirishimiz kerak. Sen pul topaman deydi ekansa, shakar miqdori deganlaringni ko'ta. Sening o'qigan fan texnik kitoblaring pul tepishning dasturi emas. Hozir ba'zi qo'g'inchilar pulni deb qo'g'inning ta'mini yildan-yilga buzyapti. Fuka, ko'nglingni men tushunaman. Biroq bilishing kerakki, ovqatchilikda halol niyat pulga yarmaydi. Nima? Halol niyat pulga yarmaydi? Bu gapga hargiz ishonmayman. Ishonmamsa? Hozir ishonmagan bilan vaqt kelganda cho'qim ishinib qolsa. Man qara, baq aka. Sen mening gapimni anglab baqqin. Biz bu oq o'g'itni qaytirib etib, o'rniga katta mayig'i bilan kunjur setib olaylik. Ondan yana azroq pul xashlab ko'k bo'yi o'rtaylik. Shunda qilsa qo'g'illarimiz ham tatliq bo'ladi, ham bozor topadi emasmi? Biroq Fuka, bu narsalarning bahosi qimmat. Biz hozir pulni xashlayverganimiz bilan vaqt kelganda ziyon tatsak qanday qilamiz? Anglasam sen yana katta mayoq setib olish uchun pul to'lab qo'yibsan. Bu chiqimlaringga men hargiz ega emas. Amsa oq o'g'itga menmi ega emas? Bilib qo'yginki, sen boshlagan kechikka men hargiz mangmayman. Men degan sendin cho'ng. Menmi unda qaram yo'lda hargiz mangmayman. Nima? Qaram yo'l? Adaq olsa yerlaringni bilib olgin. Men sen bilan sheriklashmayman. Sheriklashmasak mayli. Qo'g'inni o'zim teriyman. Kimning qo'g'ini tatliq pishirganligini keyin ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tashdadingmi? Qani, o'ltaslar. Anglasam, baq ikkinglar ayrilib ketibsizlar. Shundaqmi? Shundaq. Sen o'z oldinga 50 moyani ko'tira oldingmi? Bo'ldilar, Aypaka. Biroq meningmi o'ylaganlarim bor. Xotirjam bo'lsa, sizlardan o'tmagan 5000 ko'yni qo'g'im pishqanda cho'qim qaytirib beraman. Hay, Ufka, nima da'vatadigansiz? Anglasam baqi bir necha odamni yollab, kunligini 10 so'mdan to'xtatibdi. Agar sana pul kerak bo'lsa, mana menpa. Shunchalik deganlarga rahmat. Aypaka. Men odamni oz yollab, o'zim ko'proq ishlay. Sen qo'g'inni uning ta'mi bilan o'lchsang, bozor pul bilan o'lchaydi, pul. Oy, Sajdaxun. Allah ahvolin qanday qarang? Elimiz setib jahandarchilik qilyapmiz. Shunday. Agar xohlasang yozuvchi qollaringni shapaq bilan baqash, qo'g'illikqa qarshi begin, ish haqqingni kuzda hisoblab beraman, qandaq? Ma'qul. Biroq ish haqqimni kelarishla qoldirib qo'ysangiz, unmayman men. Buningdan g'am qilma. Ertadan boshlab etizlik qilgin, ha? Ma'qul. Mana.
Mana bu qo'g'inlarning rangini chiroyli qilish uchun biz bu oq o't tayinimiz. Buni bilamsiz Rayhongul? Bilmemdim. Elbette bilime. Yana tushgan qo'g'inlar cho'ng bo'ladi. Mahsulotimi odatli qo'g'in deb bir şeysi yo'q. Ras. Yani tehi cih pul tepib, manga chiroyli kiyimlarni berganligingizni tehvotdan bilime. Ras. Oq o'g'itni ishlatmaganligin ozroq kunjir qo'shilasak-ku. Ya, bo'lmaydi. Deganim bo'yicha aralashdi o'g'il. Bo'lmasa yiltizini to'ydiruvdi. Hey, demeli bilinglar, sizlar qaymoq chayak keldim. Qani bu yoqqa kelsa, Nasirka. Tura. Bola, popa. Tura, bu yoqqa kelgin. Keling, jiqir o'tin. Gap og'la, ha? Bo'ldi. Ömercan oğlum, kızımga kuzda epirdigan narsani eppämisiniz? Ömür hayat razı bo'lmaymanjimi? Esimda. Saodatga ep berdigan bir jup bilezikni deyli-ku. Voy, altın zincirini almamsiz? Alma. Agar ishim o'ng'i tatib qolsa, siligimni ep berman, apa. Oy, Sajid, kalangizdan qo'sig'i tiq to'ymabdi. Bu kunjirni halabga erishtirib bering, ha? Ma'qul. Hacapmi o'riq inaklarkan bu, onun sütü mü çıkması şık yaramdı. Kanlarım kırıp gitti. Sütümü süzüp gitti. Sataydı sen bir kodri şeklin pılığım ammısa. Bunda o'riq kalını kim alıdı? Karan kalınız boşunup gitti. Kalınız boşunup gitti davatı. Kalam. Uş değil mi? Uş. Yerim keçib o'p qoldi. Ettigandan beri etizliq tishladingiz. Saodat, shu dapda men to'liq hayajonlanib ketyapman. Bir necha kundan beri men o'z yerimizning sharoitiga mos keladigan bir necha xil yangi qo'g'in sortlarini yetishtirishning nazariy asosini turg'izib oldim. Qarang. Bugun men yangi bir texnikalik masalani hal qildim. Anglab boqamsiz? Bo'lmaydi. Darhol uxlaydi. Jiring. Baka, siz shuncha aldirashyotsingizmi vaqt chiqarib bizga yordam qilyapsiz. Rahmat sizga juma. Berganda oila kishilardek bo'lib qoldik-ku. Tatildigan ish yo'q. Ayıpka. Qarang, bu ikki qo'g'inliqni mana shu yo'l olib turdi. Mana bu qarang. Mana bu Ömer'ninki. Qarang, bu qo'g'inlarning turqiga nima degan sat? Soy bulog'i bu. Ey. Endi bu yoqqa keling. Bu yoqqa. Qarang. Mana bu qo'g'inliq
Mana bu qo'g'illiq bizniki. Ko'rdingizmi? Bu qo'g'illar nima degan chiroyliq, ha? Dedim, seni qo'g'illaring to'rlashgan ham ko'rkan. Shundoq. Aqrab bo'lgan bu qo'g'illarni ko'rgan har qanday odamning shulgalari eqib ketdi. Uning ustiga bu qo'g'illar boldirib pishidi o'tadi. Ömer'nin qo'g'illari ham kichik, ham sat. Bunda qo'g'illarga hech kimni ko'z qirni solmaydi. Qandaq dedim Ayıpka? Rastaysiz. Qaraganda 50 mo yeringizdan kam deganda 200 tonna qo'g'in chiqadakmi? Biroq Ömerning yeridan 100 tonna qo'g'in chiqishi noto'g'ri. Sizlarga yana shuni deb qo'yay. Bu shahardan 100 necha kilometr yiroq. Agar pishgan qo'g'illarni Udulliq shahriga mangdirib to'masak, sesishga boshlaydi yoki xo'rab ketadi. Jinsoni kemiyib ketadi. Shunga sizlar meni sizqimdan chiqmay ish qilishinglar kerak. Aras mashinaga qochilgan chog'da yerlik o'g'it bergan eliqi 2 mo yerdiki sort qo'g'illarni mashinaning usti ham ostiga qochilanglar. Bozorga olib sotganda xaridorlarga avval sort qo'g'inni tetitimiz. Bedalama? Tushundim. Boshqalar kilosini 2 koydan satsa, biz 1 koy 9.5 puldan sotamiz. Boshqalar 1 koy 9 moddan satsa, biz 1 koy 8 moddan sotamiz. Bozorda qo'g'in ko'paygan sir bahoni tushiramiz. Bahoni kim boldirishiyaz foydali shu oladi. Ayıpka, rastıl ipimiz var ekan. Shundoq. Men sizlarga oldin shuni deb qo'yay. Shahardagi sodini men hudda oldim. Buning uchun o'ttirdim naf olamanjimi? Barakallah Ömercan, qo'g'inlaring xuddi asaldek tatlı pishibdi. Bazoti pishish uchun bu xil qo'g'inni keng turda tashviq qilmoq lozim. Bu qo'g'inning tatliligidan barmoqlarimni ajratolmayapman. Nasirka, tushda butun jamoatni chaqirib qo'g'in ziyofati bersam qandaq deysiz? Bo'ladi, nayt yaxshi bo'pti. Undaqda men toza bir o'ynab oldi ekanman-da. Qani asla? Barakallah o'g'lim, bu qo'g'inlaring bak o'xshabdi. Men bayam yeb baxtim. Men yosh vaqtlarimda mana mushundaq tatlı qo'g'inlarni yeb cho'ng o'g'andim. Kim bu qo'g'inlar yo'qolib ketdi? Endi sen yana yetishtirib chiqibsan. Bu qo'g'in dunyo yarg'ida qo'g'in bo'pti. Rahmat sizlarga, ortiq vaqtlar. Assalomu alaykum, hurmatli ahli jamoat. Bugun bu qo'g'in bazmisi nihoyatda yaxshi bo'layotdi. Qo'g'inlarmi haqiqatan maqtig'idek tatlı o'xshabdi. Mushunda xo'shal kunda Ömer bilan Saodat bir naqshi etib usul o'ynab bas qandaq? Bo'ldi, sizlarga naqsh etib beraylik. Kızan da bilen, zor
Çocuğunu küzdü sana degan gap bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun bu yer nimancha qizib ketdi? Birasining to'yi oldimi nima? Jamoat qo'g'inni tetib ko'gili kelibdi ekan. Sizni berib birdan oldi. Rahmat. Men maxsus bir mashina yetkazgandim. Qo'g'indan 4 tonna bergan bo'lsangiz. Bo'ladi, chataq yo'q. Avval tetib berdim. Men tuniga tetib ko'rdim. Bak tatliq ekan. Kilosini qancha pulda sotdingiz? Boshqalar 2 qo'ydan setibdi. Men 2 qo'y 1.5 punddan sotmoqchi. Bahasi biroz o'rmi qandaq? Bununla ishlatgan dasmoyam ko'proq. Qo'g'inning tatliq bo'lishidagi sababmi shu yer? Bo'ladi demasa, men 4 tonna olay. Ma'qul, chataq yo'q. Ömercan bolam, ben bir harbi olay. Ha, bo'ladi. Ömercan, ben 300 kilo ma'qul. Ömercan bolam, ben saklap yemek istedim 600 kilo verin. Ha, bo'ladi, chataq yo'q. Chaqarib Ömercan, adaş bana 2 tonna berishni unutib qolma. Ma'qul. Jiringlar. Bu yoqqa mangayli. Jiringlar. Manglar. Balımız acaba tatlı koklap gidip. Biz faqat bir niyat, bir maqsadli bo'lsak, mangu baxtli bo'la olamiz. Qarang, bu kecha nima degan go'zallar. Shundoq. Allah. Nasir kam xejakni ajab mo'liq chaldi. Asta qo'yinglar, ha. Qancha tonna bosmoqchi bo'lyapsizlar? Kilosichi? 15 tonna bosmoqchi bo'lyapmiz. Kilosi 2 qo'ydin. Bak yaxshi bo'pti. Ha, ista. Tünüyük qoğundan yana azraq batdı. Alamsiz. Asam alay. Biroq bozor tünüyükdən tushib ketdi. Töverek versiniz alaman. Kilosini bir koy 80 punddan bersem alasız. Ay, ne deb gapni qilyapsiz? Bugun bozorda qo'g'in bak to'la. Poch setishimiz 2 qo'y atrofida bo'layotsa, bu bahada alsak biz. Amis bir koy 75 punddan berek bo'lamda. Bir qo'y 7 moddan bersangiz alay. Lekin men ati bu bahada olmayman juma. Sizga bir koy 6 moddan akib bersem qancha tonna olasiz? Bir qo'y 6 moddan akib bersangiz 10 tonna alay. Ma'qul. Amis gapimiz gap, ha? Fuka, bu qo'g'inning yana qancha mashina chiqar? Bir mashina chiqadi. Bo'ladi. Mashinaga basayli. Hozir bozor bak chiqib ketdi. Qo'g'iningni bir koy 20 punddan berasiz? Hech bo'lmaganda bir koy 30 punddan olmamsiz. Fuka, men bu qo'g'inlarni bozorga akirib baqqallarga bir koy 25 punddan o'tkazman. Menga faqat 5 pundli foyda qildi emas bu. Bo'pti. Mana qaramamsizlar. Baqaqın qo'g'inlarini 4-5 qatim mashinaga besib shaharga mang'izib oldi. Yana taxi kayna-kaynadan mashina keltiryapti. Lekin biz-chi? Qaraganda biz qo'g'inlarning bahosini tushirsak bo'lmag'idek. Men nemishqa qo'g'inlarning bahosini tushagidekmi? Mening bu qo'g'inlarga xajlagan pulim ozmi? Necha oydan beri oz ajr singdirdimmi? Yezich ishlab topgan pulga qizimga to'yliqdan chalqagan oltin bilezik, oltin zanjir apamay. Bekaga bolalar bog'chisi, majruhlar uyushmasi degan o'rinlarga i'ona qilib tugitib etdingiz. Quruq qashqallar rahmatdan boshqa nimaga erishdingiz? Apa, og'zingni yum.
Hey, Baqi, satadigan qo'g'in bormi? Qo'g'in tugab ketdi. Yana 3 kundan keyin kelinglar. Kilosi qancha? Bir koy 3 mo. Bizning qo'g'in yaxshi, ham tatliq, ham azan. Juringlar. Biz Ömer'ninkiga berib boqaylik. Uning qo'g'inlari. Uning qo'g'ini tatliq. Biroq ba'zi qimmatdir. Baqining azan bo'lgan bilan tam yo'q, lozim. Juringlar. Lekin bozorning kasat bo'layotganini ko'rmayapsiz? Mushu holingiz bilan chet elga qo'g'in chiqarmoqchimi? Chunaklarning suyini to'xtatib o'tkashga qo'g'inlar buzilib ketyapti. Heliqi gaz mashinaning shofirimi bir qatim keliblar, ikkinchi qatim ko'rinmadi. Ömerjanovga hozir xerida mal to'nimaydigan bo'lib ketdi. Meningcha qo'g'inning bahosini biroz tushirsak bo'larmikin. Nasranka, qanchaga tushasak bo'la? Bir koy 6 mo tushirsak bo'lar. Bo'pti. Bir koy 6 mo tushiraylik. Lekin yana tavallasak, qarz olgan pulni qaytarolmayman. Undaqda oltin bilazikni nimangizga olasiz? Oyey, opa, bo'ldi qiling a. Endi bu gaplarni qilishmayli. Men seni-chu yemay yegizib, kaymay kaygizib, atvolab cho'ng qilgan. Xotin kishi degan kiyim-kechak bilan o'rtirdigan nima? Bo'ldi, opa, bo'shroq gap qiling a. Xaridorlar kelyapti. Ömerjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ömerjon, biz qo'g'in olmoqchidik. Bo'ladi. Qanchalik olasizlar? Kilosi yana 2 koy. Yo'q. Bugun men bir koy 6 modan sotaman. Vah, nima degan azon? Sizning qo'g'inlaringiz 3 koydan sotsangiz bo'ldi. Qo'g'inlaringiz tatliq bo'lsa, har birimiz 200 kilodan 600 kilo olmoqchidik. Shundaq. 200 kilodan olamiz. Kilolar qo'g'in yog'i yegash o'tiring. Qo'g'in sizlar yarig'an turg'uliq, nimandaq azolisizlar? Biz sizlardan bir koy 60 ponddan olsak, bozordagi baqqallar bizdan bir koy 70 ponddan olmaydi. Kira ko'tarmaydi dang-a. Hozir baqqallar bilan xaridorlarni qo'g'inning teshi qarab oldigan bo'ldi. Lekin bundaq tatliq qo'g'in hech ham topqin olmaydi. Baqining qo'g'inlarining tesh paqirab oltindek tug'ini bilan, lekin yesa ta'mi yo'q. Xuddi eriqdiki suv. Hozir degan qapoq pul emas, barang pul. No. Tatliq emaskan. Men demedim-mi? Bo'ri chalvi satsa, ko'zini chapaq basib tur degandek ish bo'ldi. Siz boshdilar zaman qo'yib ish tutsangiz bo'lmasmidi? Apa, bo'ldi qizlar. Men nima qilishimni bilmayapman. O'z vaqtida ba'zi ishlarga ichim qaynab. Sizning qaynagan bilan beka. Hozircha sap niyat bozor oqmaydi. Apa, bizga bir o'ng'ishlik kelib qola. Nechi mashina quruq ketdi. Bu ziyonni mana endi nereden to'ldirib olasiz? Endi kelgan xaridorga bir koy 5 moddan bo'lsa sotaman. Shunda qilsam ziyon ozroq bo'la. Apa, av shopirlar bilan kirib xaridor izlab boqay. Hey, ustam, to'xtab turing. Ha, sal to'xtab turing. Men mangdim. Hey, Ömer. Bozordan baliq bir oyoqqa qoch keling a. Ma'qul. Ziya aka, mening beshim qaytib ketdi. Siz bo'lsangiz beshimni silab qo'ying. Yaxshilig'ingizni hargiz unutmayman. Hech bo'lmaganda bir mashina qo'g'inimni bosima ilim. Fuka, bahasini tushamisan. Men qanday qalaman? O'tmas mata, zo'lab sata degandek qo'g'iningni menga tangsang, men kimga sotaman? Menga pul kerak. Pasitlish ish qo'ytusa, sendan bir koy 6 moddan olsam kom ko'tarmaydi. Baqi, yana qanchalik qo'g'ining bor? Yana bir mashincha qo'g'in qoldi. Buni setib bo'lsam, shuning bilan bu yilgi yozli qo'g'indan ish tamom va salom degan gapdan, ha? Tapofat yomon emas.
Anda olsa epsizlikdeki bu qalğan qoğullarının hammasini bir aqliman alay. Bir koy 20 mingni o'tkazsak bo'la, ha? Chataq yo'q. Bo'ladi, anda olsa men ati mashina olib kelaman. Mashina quruqtirmamdi. Ha, o Ömer'nin qo'g'inini bosadigan mashina. Ömerni? Ömerning qo'g'inini olamsiz? Yana tex 20 oyatki kuzlik tozlarni bir taraf qilamiz emasmi bu yoqqa? Bu 12.200 so'm naqd pul sanab olin. Chataq yo'q. Bekor pullar sanab ol debdi-ku, sanab ol. Hem sanab olay. Baqi, siz menga oltin bilezik ep berman degandingiz. Endi qanday qilasiz? Bo'yingizda turamsiz yo'q? Albatta turaman. Qancha pulligini olasiz? 5,000 qo'yliqini. Ma'qul. Siz bu pulni ilib, Ayubkan bilan shaharga kirib, oltin bilezik olamsiz. Ya boshqa bir narsa olamsiz. O'zingiz bilib epkilang. Baqi, siz pek yaxshi juma. Qarang, bu qo'g'illar sesib ketibdi. Shu emasmi? Ukam Ömercan. Bu qo'g'illarning sabla sesib ketibdi-ku. Ukam Ömercan. Bu qo'g'illarning sesib ketganini ko'rib, sana ishchim og'rib qoldi. Men qo'g'iningdan bir mashina olay. 1 kilosini qancha puldan bersa? Necha kundan beri bir koy 6 modun satmagan. Bugun bir koy 4 modun ilinglar. Men baqidan bir koy 20 mingdan oldim. Qandaq dedim Rayongul? Shundaq. 2 mashina besib o'tdik. Ana. Ayıpka. Mening qanchalik desmay sog'inimni o'zlari biladi-ku. Mening san ishchim og'rib qo'g'iningni olay da'vatim. Bir koy 20 mingdan beramsa, ha? Baqida yana 2-3 mashina chiqida qo'g'in bor ekan. Bo'lmasa shuni olaman. O'zing obdariq o'ylab baqding. Bo'pti, beraylik. Aslida. Ayubka, bu qo'g'illarni unundan bununga almashtirib nima qilmaysiz? Sen bilmaysan. Tatliqlar bilan tatliq emaslarni aralashtirmamdi. Mehmonlar, bu qo'g'inning ta'mi qandaroq ekan? Yaxshi. Kilos 2 koy. Nima degan azam? Azam. Rayongul, yeliq koni kiyimingizdan oxiri qutuldingiz-da. Qarang, bugun bu yangi kiyimni kiyib, shundoq chiroyli bo'lib ketdingiz. Ayol kishi degan bog'u kiyim bilan bir odamchi bu kiyim bilan. Nasirka. Qo'g'illarning nurg'ullari sesin tangdan to'lisi xo'rab tugidi. Tuye. O'zimiz traktoriga besib, shaharga kirib poch setib baqayli. Men setishib beray. Traktorning bir qatimliq kira haqqi 100 ko'ydan oshadigan tursa, onun ustiga bozorda qo'g'inning bahosi bek tushib ketdi. Fuka, qarab turib qo'g'illarni seslib etgandan yaxshiroq. Boshqa nima amal deysiz? Qarg'anda kelar yili sizlar bilan qo'g'inda ko'rilishamaydigan bo'ldim. Qo'g'in olaman deb 20 oy ichida 2 ketim keldim. Avrishga o'lchimiga to'shqida qo'g'in topolmadim. Burungi yaxshi qo'g'inlar qani? Yana izlab baqayli. Yaxshi qo'g'in cho'qim chiqadi. Men deganda qo'g'in tepiladimi? Cho'qim tepiladi. Qaraq, mushning hammasi qo'g'inlar. Yenge, nemishqa muncha ko'p qo'g'inni kaloq tashlab bersizlar? Bazoq oqmidi.
bu qo'g'illardan boshqa xushpuroq kelyotidi. Bir nechini tetib baqsaq bo'lamdi ekan. Bu qo'g'illar bak xushpuroqkan. Birani tetib ko'rib baqsaq bo'lamdi deydi. Bo'ladi. Qo'g'illiq degan qo'g'inga pul olmaymiz. Qanchalik yesanglar, yeveringlar. Kelinglar. Mana bunu eling. Anım ko'rib baqing. Ma'u bo'g'dek. Qani bu yoqqa kelinglar. Bu qo'g'in bak tatlı ekan. Haqiqatan tatlı ekan. Bu qo'g'inning sorti bo'ladi ekan. Bu qo'g'indan yana qanchalik bor? Uni da so'rab beking. Bu yoq sizdan bu qo'g'in bak tatlı ekan. Yana qanchalik bor deydi? 7-8 mashin chiqamiki. Nurg'un qo'g'inlarimiz issiqda buzilib qurab ketdi. Siz ondan so'rab beqing, bu qo'g'illardan bir nechini opirib sinab baqsaq bo'lamdi. Bu qo'g'inlardan bir nechini setilib opirib, shakar moddasini tekshirib baqsaq bo'lamdi deydi. Albatta bo'ladi. Beraman. Qani. Ma. Bu qo'g'illar kimga mansub? Bu qo'g'inning egisi kim deydi? Ömercanning. Ömercanning deydi. Ömercan. Oh, thank you. Bye bye. Asra kelinglar. Asra. Qo'g'in o'tib ketibsan, Kela bola. Rahmat sizga. Xo'sh. Hammani satdinglarmi? Shundoq. Azam bahat setib Choy isla. Bununla choy içme. Sen bunu içkin, ha? Ömercan ukam, sen 50 moyanın qo'g'inni qo'ldan chiqarib bo'lding. Endi heliq pulni to'lab o'tasa, ha? Gap qilmaysan ku. Ay baxon, onun yarısını tuz sepmem. Onun ko'ngli bak yerim. Ben onun ko'ngli yerim bo'lmasin deb o'tgan hafta uning 4 tonna qo'g'inni setib oldim. Saq bir mashinadan, ha, bir mashina. Qo'g'inliqda eshib qolganlarni menga 500 ko'g' setib bersang, shuni bilan qarzingni ozlaydi emasmi? Nima? Shapaqning naqinda o'tsiz-ku. Agar sesib tugisa, shapaqmi qolmaydi. Qandaq Ömercan, agar ma'qul bo'lsang, men uni shapaqning o'rnida setilib qolib boqay. Ha? Amaliyot sen onunda qolib o'tibsan-ku. Bundaq sessiq gapingizni qo'ying. Bu bizga haqorat. Etizliqda qolgan qo'g'in degan 10 tonnadan oshadi. Onunda kalı bakımız, işek bakımız. Halayık, qo'g'in vaşam.